Qo'limdagi sutkalik vaqt relesini boylerga qo'yib tokni tejab bilamizmi? Mana shu mazmundagi bir nechta videoni ko'rdim internetda. Buni boylerga qo'yar ekanmiz, keraksiz payt o'chirar ekan. Ya'ni kechqurun soat 12 da o'chiradi boylerimizni, ertalab soat 6 ga yana yoqadi. Mana shu 6 soat ishlamaydi, tok tejaladi degan videolar. Bu videolar haqiqatan ancha yiroq. Bu narsaga pullaringizni ham, vaqtlaringizni ham sarflab o'tirmanglar. Sababi boylerlar utiplit qilingan, ancha vaqt suvni bir xil haroratda ushlab biladi. Hech bo'lmaganda 12 soat aniq ushlab biladi. Ishonmasalaringiz o'zlaringiz tekshirib ko'rishlaringiz mumkin. Men o'zim tekshirganman. Ishxonamizdagi boylerni soat namoshom 6 da o'chirib ketganman. Ertalab 8 da tekshirganman. Bir kun yoqib, bir kun o'chirib. Hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan. Tokni tejamoqchi bo'lsak, boylerdagi suvni isitish haroratini pasaytirib qo'yish kerak. Maksimalliga turgan bo'lsa, ko'proq tok sarflaydi. Undan tashqari boylerlar bir kunda 24 soat ishlamaydi. Biz qancha issiq suv sarflasak, o'shancha sovuq suv keladi. Biz qo'ygan haroratdan tushib ketsa, qaytib yonib, o'sha haroratga chiqib o'chadi. Bu taymerni boshqa narsalarga foydalansak bo'ladi. Aytaylik, termopodlarga. Ular ko'psi hamyon bo'lib, shu uchun ham utiplit qilinmagan va xona haroratiga tezroq tushib qoladi qaynatgandan keyin suvni. Savollar qolgan bo'lsa, Telegramda guruhimiz bor. Menga o'xshagan elektriklar ko'p. Savollaringizga tezroq javob topasizlar. Undan tashqari elektrikka oid kerakli ma'lumotlar Telegramdagi kanalimizda.